Media savodxonlikni rivojlantirish yo'llari tayyorladi Abdumannon va Ruxshona. Reja. Birinchi, media savodxonlik tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchisi, zamonaviy axborot muhitining xususiyatlari. Uchinchisi, media savodxonlikni shakllantirishda ta'limning roli. To'rtinchisi, jamiyatda media savodxonlikni targ'ib qilish yo'llari. Beshinchisi, media savodxonlikning oshirishda innovatsion yo'l. Media savodxonlik nima? Media savodxonlik bu insonning turli axborot manbalarini tushunish, tahlil qilish, baholash va ulardan ongli ravishda foydalanish ko'nikmalaridir. Media savodxonlik shaxsni yolg'on xabarlar, manipulyatsiya va dezinformatsiyadan himoya qiladi. Media savodxonlik ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini, turli axborotlarni qabul qilgandan keyin ham har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish, axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadda uzatilyapti, o'zida kimning manfaatlarini aks ettiryapti degan tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Asosiy ko'nikmalar: media kontekstni tahlil qilish, matn, audio, video, rasm, axborotga nisbatan tanqidiy fikrlash, manbani aniqlash va ishonchliligini baholash, o'z fikrini axborot vositalari orqali to'g'ri ifoda eta olish, yolg'on, noto'g'ri yoki manipulyativ ma'lumotni aniqlay olish. Media savodxonlikning ahamiyati: soxta axborotlardan himoya qiladi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, axborot xavfsizligini ta'minlaydi, ijtimoiy tarmoqlarda ongli ishtirokni ta'minlaydi, yoshlar uchun sog'lom axborot muhitini yaratadi. Zamonaviy axborot muhitining asosiy xususiyatlari: raqamli texnologiyalarga asoslanganlik, har kim axborot yaratuvchiga aylanganligi, soxta axborotlar va defekt texnologiyalarning ko'payishi, axborot haddan tashqari ko'paygan, axborot portlashi, algoritmik boshqaruv, axborot pufakchasi, haqiqatni aniqlash tobora qiyinlashmoqda. Axborot manbalarining xilma-xilligi, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar, YouTube kanallari. Savodxonlik nima uchun ta'limda muhim hisoblanadi? Media savodxonlik bu tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, manipulyatsiya aniqlash ko'nikmalaridir. Ta'lim orqali bu ko'nikmalarni bosqichma-bosqich shakllantirish mumkin. Soxta xabarlardan himoya qiladi. O'quvchilar internetda turli sensatsion sarlavhalar, yolg'on reklamalar, siyosiy yoki diniy manipulyatsiyadan, firibgarlikdan saqlaydi. Raqamli gigiyena va xavfsizlikni ta'minlaydi. Bolalar ko'pincha o'z shaxsiy ma'lumotlarini noma'qul joylarga qoldirishlaridan, telefon joylashuv va hokazolar. Ta'lim ularga maxfiylikni saqlash, shaxsiy ma'lumotlarini himoyalashga qaratilgan. Jamiyatda media savodxonlikni targ'ib qilish nima? Media savodxonlikni targ'ib qilish bu aholining barcha qatlamlariga media savodxonlik nima ekanligini tushuntirish, uni o'rganishga undash va undagi kundalik hayotga qo'llash, rag'batlantirish demakdir. Targ'ib qilish nimani o'z ichiga oladi? Axborot yetkazish, o'rgatish va tushuntirish, motivatsiya berish, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash. Jamiyatda media savodxonlikni targ'ib qilish yo'llari: ommaviy axborot vositalari orqali tushuntirish, ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot, ta'lim tizimi orqali o'rgatish, treninglar va seminarlar tashkil etish, mobil ilovalar va onlayn platformalar yaratish. Media savodxonlikni oshirishning innovatsion usullari: raqamli o'yinlar va interaktiv simulyatsiyalar, sun'iy intellekt yordamida axborot tahlili, virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari, QR-kod orqali o'rgatuvchi materiallar, chatbotlar orqali media savodxonlik, TikTok va Instagram Reels orqali qisqa o'quv kontentlari, mobil ilovalarda interaktiv testlar va darslar. Raqamli o'yinlar va interaktiv simulyatsiyalar: o'quvchilar yoki foydalanuvchilar virtual holatlarga duch keladi va qarorlar qabul qilib, xatoliklarni aniqlashga harakat qiladi. Masalan, Bad News o'yini foydalanuvchi yolg'on yangiliklarni yaratadi va bu yolg'on yangiliklarni yaratadi va bu orqali ularda qanday tanib olishni o'rganadi. Factitus
maqola to'g'rimi yoki soxtami degan qarorni foydalanuvchi qabul qila oladi. Sun'iy intellekt yordamida axborotning tahlili asosida yaratilgan ilovalar foydalanuvchiga matn, rasm yoki video orqali manba ishonchliligini tahlil qilib beradi. Masalan, Google, FactCheck, Tools, Snopes, yoki Logal ilovalar. E'tiboringiz uchun rahmat.